Shu kunlarda nimagadir ijtimoiy tarmoqlarni ayollarimizning qiynalgani, qadri toptalgani, qaynonasi so'kkani, eri urgani, o'ldiraman degani va hokazolar haqidagi postlar portlatyapti. Ayrim insonlik qiyofasini yo'qotganlar ayoliga hayvonga ham qilinmaydigan muomalani qilib, yana buning videosini tap tortmay ijtimoiy tarmoqlarga joylayapti. Hayhot, ayolning qadr-qimmati tuproqdan ham pastmi? Turmush o'rtog'i uchun oilasini, yaqinlarini, tug'ilib o'sgan uyini tashlab kelsa, uyini saranjom qilib, issiq sovug'iga yarasa, jonidan kechgudek bo'lib, farzandlarini dunyoga keltirsa-yu, ko'rgan kuni shu bo'ldimi? Biz qachon o'zligimizni shu qadar unutdik? Aslida bu muammolar bugun paydo bo'lib qolgan emas. Bularning ildizi yillar desam kam, asrlarga borib taqalsa kerak. Lekin o'zgarishni qachondir boshlashimiz kerak. Agar malol olmasangiz, ba'zi tavsiyalarim bilan o'rtoqlashsam. Hammasidan avval qizingizni shaxs qilib tarbiyalang. Kimgadir kelin, kimgadir xotin yoki uy xizmatkori, qul, yugurdak, bola tug'adigan va boqadigan mexanizm qilib emas. Erga tik qarab bo'lmaydi. Qaynonangga gap qaytarma. Nima desa jim tur. Doim qo'ling ko'ksingda bo'lsin. Tilingdan xo'p bo'ladi tushmasin. Hammaning ko'nglini ol degan iboralarga qo'shib, o'zingni kamsitib qo'yma. Qadringni bil, hurmat qil. Hurmatingni joyiga qo'ydirishni ham o'rgan. Mustaqil inson ekanligingni unutma degan tushunchalarni ham singdiraylik qizlarimizga. Ikkinchisi, qizingizning yoshligidan ilm olishiga e'tiborli bo'ling. Sarposini yig'ishga emas, fanlarni yaxshi o'zlashtirishga diqqat qiling. Iqtidorli bo'lsa, oliy ta'lim uchun sharoit qilib bering. O'qib shahar olib berarmidi? Erga tegsa, eri boqadi demang. Bu hayot oldinda nimalar kutib turganini hech kim bilmaydi. Balki eri bankrot bo'lib vaqtinchalik ishsiz bo'lib qolar. Balki ust boshingni ota-onang olib bersin, ota-onang davolatsin deydigan noshudlardan chiqib qolar. Alloh saqlasin. Qaysi hunarga qiziqsa, erinmay o'rgatib qo'yavering. Hunar diplomdan ham afzal. Men sizga aytsam, mana oddiy misol. Magistraturani bitirgan oliy ma'lumotli o'qituvchi bir oyda topadigan oylikni tikuvchilar 4 ta parda tikkanda yo'q topib qo'yishi mumkin. Bu bor haqiqat. Tan olish kerak. Qiziqishi bo'lsa, haydovchilikka o'qishga ham qarshilik qilmang. Ko'chada 21-asr har holda. Kimlargadir yoqsa ham, yoqmasa ham rul chambaragini tutgan ayollar ko'payib boraveradi. Bu zamon talabi. Qizingizni zamondan ortda qoldirmay o'stiring. Chet tillarini o'rgating. Nomard eri sababli bir nechta bolasi bilan ko'chada qolayotgan ayollarga qarab ichim yonib ketadi. Hech bo'lmasa bitta chet tilini bilsa ham, uyidan ko'chaga chiqmay, hech qanday xarajat qilmay pul topsa bo'ladi. Nega ayrim erkaklar xotinlarini tap tortmay xo'rlay olishadi? Ko'p hollarda xotinimning mensiz kuni o'tmay qoladi. Men bo'lmasam bir burda nonni topib yeya olmaydi. Boradigan joyi, qiladigan ishi yo'q degan ishonch sabab shunday quturib ketishadi. Agar xotini usiz ham och qolmasligiga ko'zi yetsa, balki sal o'zlarini tiyib olisharmidi.